Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar. Men Farg'ona viloyati Toshloq tumani Luqmonov fermer xo'jaligi rahbari Ikromjon Luqmonov bo'laman. Mana 2025-yilimiz ham tugadi. Endi qishloq xo'jaligida tugatdi, hamma sarhisob qiladigan payt keldi. Muammolarimiz kamaydimi, yo'qmi? Yo'q, menimcha kamaymadi. O'zimda masalan kamaymadi, sizlarda ham kamaymagan. Qaysi muammolar? Shu hammamizning muammoyimiz o'xshash. Subsidiyalar masalasi, tomchilash sistemalarini o'rnatish, soliqlar, davlat organlari bilan muloqotimizdagi muammolarimiz, razmisheniya, hammamizda bir xil muammolar. Endi meni o'zimning nazarimda fermerga bu muammolar og'irlik qilyapti. Yecholmayapti ko'p fermerlarimiz. Bu charchatib qo'yyapti. Meni shu 26, 27, 28 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan shu Expo markazidagi ko'rgazmada mana 2-yil yig'ilish bo'lyapti. Mana shu yerda shu muammolarni qanaqa qilib yechimini topish, osonlashtirish yechimini to'g'rirog'ida mana shu haqida suhbatlashishimiz kerak. Shu muloqot qilishimiz kerak. Shu muammolarni qanaqa qilsak oson yechamiz. Qanaqa qilib birlashish kerak shu yo'lda. Kooperativlarda o'rni nima bo'ladi? Kooperativlarda qanday mening o'zimning nazarimda kooperativlar orqali shu muammolarni yechimi osonroq bo'ladi. Maqsadim shu Expo markazida o'tadigan nimada biz muloqot qilamiz, ne только o'zimiz bilan, shu davlat organlari, qishloq xo'jaligi vazirliklari xodimlari, ya'ni o'sha malaka shu nima deydi? Shu odamlar bilan gaplashamiz, muloqot o'rnatamiz, o'zimiz bilan suhbatlashamiz. Buni yechimini yangi darajaga olib chiqishimiz kerak. Bu muammolarimizni yechimini yangi darajaga olib chiqib yechishimiz kerak. Shuning uchun hammalaringni shu ko'rgazmaga kelishlaringni so'rab qolardim. Bu juda muhim deb hisoblayman. Hammamiz uchun ham. Shuning uchun befarq bo'lmanglar, iltimos. Xudo xolasa shu yerda ko'rishamiz degan umiddaman. Sog' omon bo'linglar.